Bugun bizda 3 xonali uy sotuvga chiqarildi. Uyimiz 107 kvadratdan iborat. 4-qavatda joylashgan. Bu sanuzel qismi. Oshxona qismi. Uyimiz jihozlari bilan sotuvga qo'yilyapti. Chap tomonda spalnya. Jihozlari qoladi. Hamda zal qismimiz. Uy 107 kvadratdan iborat bo'lib 4-qavatda joylashgan. Uyimiz Aysha Halol Sharq 1, Aysha Halol to'g'risida joylashgan. Bu detki. Kimga ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.